Assalomu alaykum. Mana bu Damas edi va hozir buni labo qildik. Buni kesib tayyorlab bizga labo qilib olib kelib berdi. Biz bu laboyimizga tent o'rnatganmiz karkazlari bilan. Ichlarida fanerlar qopladik. Kabelga chiroq uchun svet tashlab ketdik. Orqasi ham polni splashnoy tushgan. Hop, eshiklarimiz bilan artsatillik. Oson ochilib yopiladi. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, Vodiy Tentga kelinglar, Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Bundan tashqari bizda tunikalar bor. 0.7 stenadan boshlab 1.8 gacha bo'lgan qalinlikdagi tunikalarimiz bor. Kelsanglar chiroyli qilib, boshqa joylarga qaraganda arzonroq qilib beramiz. Sog' bo'linglar.